Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonxona yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukur. Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Zo'r. Kimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysizlarmi? Xudoga shukur, rahmat. Xonadonlar tinchmi? Tinch. Xo'p. Nima bilan shug'ullanasiz? Sizda adashmasam YouTube bo'yicha anaqangiz bor edi, biznesingiz bor edi, adashmasam. YouTube bo'yicha. Nima bilan shug'ullanasiz? Menga sal anaqa cho'tkiroq tushuntirib bera olasizmi? Xo'p, YouTube'da o'zidan pul topish bor-ku, monetizatsiya orqali. Amerikanskiy Hop. YouTube deyapti hozir. Xo'p. Xuddi shu ish bilan shug'ullanaman. Tochka qancha? Hozirgi holatmi? Da. O'zimni daromadim yoki anaqa kurs sotish bo'yichami? Ikkalasi ham. Kurs sotish bo'yicha o'tgan yil qilganman. Xullas 1 yil davomida $5000 dan oshiqroq savdo qilganman xullas. 1 yilda 5000. Xo'p. YouTube'dan o'zidan daromad oyiga 3000 plus. Har xil bo'ladi endi. Хорошо. Nima qilib ko'rgansiz? Xo'p, shaxsiy brendga ozgina videolar qilib ishladik. Target yoqdik. Xo'p, mana bu yerdagi produktingiz, o'zi produktingizni menga tushuntirib bering, nimalarni o'rgatasiz? Produkt YouTube'da noldan o'rgatiladi. Noldan o'rgatiladi, ya'ni YouTube'da faqat monetizatsiya orqali pul topish o'rgatiladi. U uchun nimadir syomka qilish kerakmi? Uning uchun yo'nalishlar bor. Bir 20 ta 30 ta bizda hozir kamida shu yo'nalishlarda o'rgatiladi. Hech qanaqa gapirilmasdan shunaqa kontent qilinadi, chet el ko'radigan. O'sha kontentlar orqali pul ishlanadi. Aha, tushundim. Chista nahvati qanaqa qilar ekansizlar-da, pul topar ekansizlar-da. Qancha ko'p view bo'lsa, shuncha ko'p anaqa bo'lar ekanda, monetizatsiya bo'lardi. Tushundim. Bu faqat chet el bilan ishlaydigan strategiya-da. Bizda monetizatsiya yo'q. Shunaqa. Produktingizni ham shunday shu narsa bo'yicha o'rgatmoqchisiz, to'g'rimi? Qanaqa qilib noldan, misol uchun men o'zimni ekstra marketingni deb turib, men YouTube'dan pul topaman desam, shu men kelib o'rgatib, men bunaqa kanal ochasan, men bunaqa kontent qo'yasan, mana shunaqagacha olib borasiz-da, to'g'rimi? Da, bankdan pul yetishgacha hamma soliq, hamma nimasi qilinadi-da, har qilinadi. Qanchada rezultatga chiqsa bo'ladi? O'rtacha 2-3 oyda. Qanchaga? Endi harakatga bog'liq 500 dan 1000 gacha boshlanishiga chiqadi. Chiqadi-da, to'g'rimi? Harakat qilsa chiqadi. To'g'ri. Okey. Nechta 1 yilda 5000 topgan ekansiz? Nechta marta sotib ochgansiz yoki nechta odamga sotgansiz mana shu produktingizni? Xo'p, bu 3 ta tarifda bo'lgan. Hop. Mustaqil degan tarif bo'lgan. Birinchi $7 tarif. Necha? $7. Hop. Bundan где-то 50 tacha sotilgan. Keyin ikkinchi tarifimiz bo'lgan, kuratorli bo'lgan. Kuratorli tarifimiz $37 shunaqadan bo'lganda, unda ham 50 tacha sotilgan. Shu yil davomida aytyapman. Keyin oxirisida mentorli kurs qilganman. Mentorlikda ham 20 tacha sotilgan. Nech puldan? $200. $200? Da. 20 ta? Aha. Xo'p. Narx kim qo'ygan? O'zim. O'zingiz qilgansiz-da hammasini. Da. Qanaqa sotgansiz? Xo'p, Instagramda shaxsiy brend yurgizib, target yoqqanman. Bir $100, $200 yaqin target yoqqanman-da. O'zim yoqqanman targetni. Targetda nima qilib, lead magnet orqali kontaga olib qo'yilgan. Ha? Lead magnet nima bo'lgan? Checklist bo'lgan, bepul. Checklist. Nima deyman? Shu YouTube'da qanaqa noldan ochish, shu ishlash bo'yicha-da. Checklist beriladigan, bepul. Shu orqali kontaktni qoldirgan. Nomini ayting, checklistni nomini ayting.
noldan Oferini. $500 deganda. Hop. Dальше. Keyin nima bo'lgan? Chek-listni olmoqchi bo'lganlar kontakt qoldirgan. Ularga Hop. aloqa qilgan. И сразу kursi sotilgan, to'g'rimi o'tdi? Konversiya juda ham past bo'lgan. 1%, yarim foiz atrofida bo'lgan. Bo'ladi, shunaqa bo'ladi o'zi. Hop. Bo'ldi, shu-da, to'g'rimi? Da, masalamiz shu. Endi sekin-sekin Telegram kanal ochdim, endi yurgizib endi odam yig'yapman endi. Tushunarli. $200 umumiy tikkan pulingizmi bu? $200 targetga-da shunaqa. 5000 qilib chiqardingiz, shuni to'g'rimi? Ha. Okey. Mabodo 10 mingga chiqmoqchi bo'lsangiz, $400 tikar ekansiz-da. Balki. Endi ishlayman yo bilmayman. Xo'p, hazillashyapman. Bunaqa bo'lmaydi. B tochka qanaqa bo'lishini xohlayapsiz? Hozir B tochkamda oyiga 5000 ga chiqmoqchiman. 5000 ga chiqishingiz uchun nechta puldan nechta sotishingiz kerak? Hop, $200 shu kursda qilmoqchiman. Где-то 20 ta 25 ta atrofida sotishim kerak-da. Yoki chekni oshirib, kamroq odam 17-18 ta qilsam bo'ladi, $300 dan sotib turib agar. Men $500 qildim. $500 dan sotasiz 10 ta odamga har oy. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Shunaqa qilaylik. Okey. Хорошо. Agarda men YouTube'ni o'rgatganimda qanaqa qilib sotgan bo'lardim? Xo'p. Aktivlaringizni aytib menga nechta nimangiz bor anaqada? Sotsial kapital qancha bor? Instagram, Telegram. Instagramda 5000 ta oshiq obunachi. Lekin stories axborotlari 100 ta 150 ta shunaqa atrofida. Aktiv basmanda storiesda. Telegramda 800 tadan oshiq obunachi. Nechta axborot? Bu ham shunaqa 150 tadan 200 tagacha. Nimagaligini bilasizmi? Yo'q, sababini bilmayman. Hammasi checklistda kelgan auditoriya emasmi o'tdi? Aralash ichida bor ular ham. Bor a? Okey. Хорошо. Qarang, men qanaqa qilgan bo'lardim? Опять-таки, men bitta narsa aytaman. Mana shu yerda o'tirgan har bitta odamga aytaman. Yaxshilab eshitib olinglar shu gapimni. Ekspertlar bo'ladimi, anaqalar bo'ladimi, nima deydi? Prodyuserlar bo'ladimi, marketologlar bo'ladimi? Вообще в целом hozir infobiznes haqida gap ketyapti. Bu holatda sizga birinchidan brand face yo'q. Ya'ni sizni ko'chada hech kim tanimaydi. Подписчиkingiz bo'lmasa ham, misol uchun bor shunaqa odamlar, которые ko'chaga chiqsa taniydi hamma, to'g'rimi? Endi sizda brand face yo'q, uznavaymiz yo'q, reputatsiya yo'q. Sizga mana bu hozir hamma ishlatadigan formatdagi sotuvlar to'g'ri kelmaydi. Webinarlar, bunaqa strategiyalarni ishlatmang umuman. To'g'ri kelmaydi bu narsa sizga. Nimaga? Chunki birinchidan siz hozir o'tga katta xarajat qilasiz. Katta xarajat qilayotganligingiz uchun sizga yangi auditoriya kirib keladi. Yangi auditoriya sizga umuman ishonmaydi, tanimaydi sizni. O't beginasiz siz ularga. Sotib olmaydi. Tayyor emas, sizdan nimadir sotib olish kerak. Nimaga? Chunki o'tda hozir tushuntirib beraman. Xullas keyin qisqa vaqt ichida ularga progress qilishga harakat qilasiz. Bu narsa sizga o'xshamaydi. Itak situatsiyani ko'rib turibsiz, что webinarlarga в принципе odamlar kirmayapti. Konversiyasi tushib ketgan. Уже qiziq emas odamlarga. Уже boshqacha narsa kerak, уже qiziqarliroq narsa kerak. Поэтому sizni holatingizda men nima qilgan bo'lardim? Холодный трафик, холодные воронкаlar.
nima qilgan bo'lardim? Okey. Menga 5 ta dona sotuv qilish, 10 ta dona sotuv qilishim uchun menga приблизительно har oy anketamda хотя бы 500 ta odam bo'lsa, уже yaxshi. To'g'rimi? 500 tasidan plus minus 10 tasi sotib oladi. Uzr, 3 tasi. Mayli, 300 ta deylik хотя бы. 300 tasidan 10 tasiga sota olasizmi? O'zim gaplashsam sota olaman deb o'ylayman. Bu holat faqat siz gaplashasiz hozir. Chunki bu yerda hech qanaqa deal продаж yo'q sizda. bo'lmaydi ham, kerak emas ham. Kerak emas bu. Hali kerak emas, hali vaqtli. Men keyingi etaplarni tushuntirib beraman, o'shandagina kerak bo'ladi. Hozir kerak emas вообще. То есть sizni hozir zadachangiz pul topishku, to'g'rimi? Ani tam hamma qilayotgan ishni qilib, bekorchilik bilan stradayz qilish emas, to'g'rimi? Maqsad o'sha B точка-ku, o'sha B точкаga yarasha ish qilishimiz kerak-da. Xo'p, bizda zadacha har oy 300 ta normalniy lidlarni olib kiritirish. Endi qarang. 300 ta lid shu uchun sizga приблизительно agarda biza VSL modelni ishlatib eshitganmisiz? VSL voronkani. Ha, eshitganman. VSL voronkani qilib turib, har xil kreativlar olardim-da. Voronkaga olib tushardim, taga botga. O'tda men o'sha VSL ni berardim. VSL ni berayotgan paytimda unga to'g'ri har xil anaqalar berardim. Цепочка pism dajimlar qilardim bu yerda. Buni har bittasini men o'sha VSL ga olib borardim. VSL. Undan keyingi etapi menda o'sha anaqa o'tib ketardi. Анкета предзаписи. И здесь тоже анкета предзаписи. И har bitta VSLda men anketa предзаписиga borardim. Bu dajim. Tushunasizlar nima deyotganimni? То есть mana bu narsa sizni lead magnetingiz. Bu lead magnitga siz trafik olib kiryapsiz. Bu lead magnitni siz primoy sotyapsiz. Qanaqa qilib sotyapsiz desa, anketa предзаписи qilib turib, bu yerda уже keyin уже birga bir o'zingiz gaplashasiz har bittasi bilan. Endi sizni zadachangiz hozir mana shu voronkani qilib turib, raqamlarni ko'rish. Misol uchun, sizda $500 byudjetingiz bor. 500 dollar byudjeti bilan qarang-da, sizni voronkangizga nechta odam kiryapti. То есть biza bu yerda hozir mana qarang, 300 ta odam sizga anketa to'ldirish uchun sizni VSL va anaqangizni, produktingizni kamida 3000 ta odam ko'rish kerak-da. 3000 ta odam sizni produktingizni ko'rishi uchun sizni voronkangizga хотя бы bir 10,000 ta odam olib kirishingiz kerak-da. Xo'p. Bolangiz sho'x ekan-a? Nimaga? O'g'ilmi, qizmi? Bunisi qiz. Qiz bola otaga mehribon bo'ladi shekilli-da, kelib oladi. O'g'il ishi yo'q. Bizlarni bu payt уже uxlatib qo'ygan bo'lishardi. Bizda жесткий disiplina bo'lardi. Hop. Xullas shu. То есть men mana shu voronkani qilib turib, mana shu orqali sotuv qilardim. То есть sizni zadachangiz bu yerda hozir faqatgina bular bilan gaplashish bilan vaqtingiz o'tardi. Endi mana shuni meni qilishim kerak bo'lgan ishim desa, yo'q. Endi qarang, siz mana bu yerga tikib turibsiz-a? $500 tikyapsiz, $500 evaziga siz 10 ta klientingizni olyapsiz, har bitta customer acquisition cost degan narsa bor. Ya'ni bitta mijozni narxi. Bitta mijozni narxi sizga prinsipi $50 dan tushyapti. $50 siz $500 qilib chiqaryapsiz. X10 qilib.
Tushundingizmi? Endi bizani zadachamiz mana bu yerga tushayotgan pulni keyingi etap 2 reinvestitsiya. Topganingizni, mana bu yerdan topayotganingiz 5 mingingizni 20% ni o'sha keyingi etapga tikib yuboring. Уже 1000 bo'lar ekan. Sizni zadachangiz mana buni oshirish, reklamni byudjetni. Parallelda mana bu voronkalaringizni to'g'rilab ketasiz. Endi to'g'ri, men hozir sizlarga hammalarga prinsipi oddiy voronkalar tushuntirib beryapman, chunki vaqtim unchalik ko'p emas. No, в принципе, все красота в простоте deydi-yu. Go'zallik oddiylikda. Shuning uchun bu yerda nimadir qiyinlashtirib tashlash shart emas. Prinsipi mana shu voronkani o'zini qilib ko'rsangiz ham, raqamlarini ko'rib, o'lchab, keyin уже nimadir xulosa chiqarsa bo'ladi. No, в целом global strategiya bizda shu. Shaxsiy brendsiz, axvatlasiz, progressivsiz, umuman o'zini o'zi oqlaydigan, siz ham ishlaydigan voronkalarni tuzib chiqish. O'sha voronka bilan keyin faqatgina trafik ustida ishlash. Qolgan proses o'zi ketaveradi avtomatizirованный formatda. Xullas, dальше reinvestitsiya qilyapsiz. O'tdan keyin o'sha sizni keyingi etapingiz 500 tikayotgan bo'lsangiz 5000 qilib chiqarsangiz, bu yerda endi hali bir 10000 qilib chiqara olmaysiz-ku. No, по-любому просадка bo'ladi. Bir 8000, 7000, 8000 atrofida chiqadi. Birga bir chiqmaydi. O'tgan galga o'xshab misol uchun. Po-любому просадка bo'ladi. Nimaga? Chunki effekt plato degan narsa bor. Effekt plato degani bu misol uchun mana sizda ketyapti-da, o'syapsiz-da. O'syapsiz. No, по-любому qanaqadir paytda mana shu anaqaga urilasiz. Bu yerda уже bu yerda strategiyani o'zgartirish kerak boshqatdan, konsepsiyani o'zgartirish kerak, и modelni o'zgartirish kerak, biznes modelni. И дальше yana xuddi shunaqa ketadi, yana yetib kelasiz. Mana shunaqa ketaveradi. Tushunasiz? Ana sizni hozirgi A nuqtadan B nuqtaga chiqishingiz uchun sizga, misol uchun bir balo strategiya yordam berdi. Lekin B nuqtadan C nuqtaga chiqishingiz uchun sizga vashi boshqacha narsa kerak bo'ladi. Strategiya. Tushundingizmi? No, men sizni holatingizda siz selling qilishingiz kerak bo'lgan ishingiz, qolgan ekspertlarga o'xshab xato qilib yurmang yana. Tam 3000-4000 dollar trafikka ketkazib, auditoriya yig'ib, keyin yana bir oy progress qilib, yana hammasini Telegram kanalga to'plab, webinar o'taman deb yurmang yana. Foyda bermaydi, yordam bermaydi. Battar minusga kirasiz, pulni ham chiqara olmaysiz. Sizni holatingizda важно объем emas. Sizni holatingizda объемni umuman unutib yuboring. Sizni holatingizda mikro baza bilan, ya'ni o'sha bor narsadan unumli foydalanib, ko'proq chiqarib olishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni bu yerda effektivность muhim. Samaradorlik. Siz 100 ta odam bilan shunaqangi samarali ishlashingiz kerakki, чтобы 100 tadan 10 tasi как minimum sotuv bo'lish kerak sizda. Keyin o'sha 100 tasi bilan ishlashni o'rgan bo'lganingizdan keyin o'sha 1000 ta, 10000 tasi bilan keyin ishlab keta olasiz. Lekin birdaniga katta ob'yomga ketaman desangiz, siz uni ham eplay olmaysiz, sotuvni ham qila olmaysiz. Yo'qotganingiz qoladi xolos-da, tushunasizmi? Savolingiz bormi? Xo'p. Savol hozir faqat shu Vesel bilan shug'ullanishim kerak edi. Demak, Vesel video qilib, trafik olib kirib, shu Veseldan keyin anketa to'ldirishim kerak edi. No, xolasangiz yana bitta anaqa bor, variant bor. Agarda bu narsani qila olsangiz, o'sha keyingi etap, xohlang yana produktoviy lineykangizni kengaytiring. Produktoviy lineykani kengaytirish uchun siz front-end produktni yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Front-end produktingiz sizda любой produkt bo'lishi mumkin, который narxi $50 Bu narsani siz evergreen voronka orqali doimiy sotuvga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi.
Men o'tgan yili shunaqa voronkamda o'zimni produktimni aytaman. O'tgan yili o'sha workshopim produktim bo'lgan. Men u yerda workshopimni sotuvini ikkita VSL orqali qilganman. Bir VSL 2 offer qilganman. Mana shu mani nech pul? 460 millionmidi produktim. Короче, $40 produktim sotuvi bo'lganda o'shanda. Bu produktim faqatgina anaqa orqali sotilgan. Voronka orqali sotilgan. Avtovoronka bu. Faqat avtovoronka orqali sotilgan. Avtooplatalar bilan sotilgan. То есть menda даже отдел продаж bunchalik qatnashmagan bu produktimda. Keyin oxirida tiqib o'rganman отдел продажni. Mayli bir nima deydi? Nur ustiga a'lo deydi. Nima deydi? O'sha gap bor-ku. Xullas qo'shimcha foyda bo'lsin degan maqsadda men yana отдел продаж qo'shtirganman. Atak o'zi normalga ketgan. Men tikiyman marketingga, targetga, boshqasigidek qanchadir vaqt o'tib, protsess o'tgandan keyin odamlar принимать qilyapti решениeni, qaror qabul qilib, сразу produktni olyapti. U produktimdan keyin, то есть mana bu front-end produktdan keyin сразу flagman produktingizni beraverasiz. Flagman produktingizni ungacha уже ma'mini qilib, уже нормальный anaqaga chiqib olsangiz, уровеньga chiqib olsangiz, уже case'larni shakllantirib, уже bu yerda уже konkretный fundament shakllantirib olganingizdan keyin уже narxingizni ham oshirursangiz bo'ladi. Misol uchun mentorshipingizni 1000 dan qilsangiz bo'ladi, keyin 1,5 dan qilsangiz bo'ladi. Уже ko'ryapsiz, odamlar foyda ko'ryapti, boshqa qilyapti, уже в принципе rezultat bor. Sizda ham uверенность paydo bo'ladi, что produktingiz haqiqatan ham tayinli produkt. Odamlarga natija beryapti degan produkt bo'lgandan keyin уже bemalol narxingizni oshirsangiz bo'ladi. Narxingizni oshirganingizdan keyin уже voronkalarni ham shunga qarab moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki men bu oldingi formatda ishlagan voronkangiz yangi modelingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana men bitta aytdim-ku, modelni o'zgartirish kerak bo'ladi dedim-ku men bitta ham. Model o'zgartirish degani, то есть bu То есть mana modelni o'zgartirish degani bu в целом narxlar, offerlar, berayotgan takliflaringiz, strategiyalaringiz, qanaqa qilib sotayotganlaringiz, balkim orasiga qanaqadir yana mikroprodukt qo'shish kerakdir, balkim lead magnitlarni almashtirish kerakdir, balkim yana qanaqadir o'zgartirish kiritish kerakdir buni ichiga, чтобы sizda real rezultat bo'lishi uchun. Но в целом konsepsiyani tushundingiz degan umiddaman. Tushunarli. Toshni tushundingizmi? Ha, tushundim. Bu nima qilishingiz kerak ekan? Xo'p, asosiy hozir endi VSL video qilaman ekanda, VSL bilan video olib kirib, VSL videodan keyin shu Momo boring uyga. Хорошо. Qarang, VSL sizni hozir da bo'shab ola qoling. Qamoqxonaga bir minutga tashlab chiqay. Давайте. Хорошо. Bo'ldimi o'sha oldingizmi? Xullas, shu. VSL men sizga просто как variant aytdim, lekin bundan boshqa variantlari ham bor. Har xil boshqacha konsepsiyalar, har xil boshqacha svязкаlar bor. Men sizga просто чисто misol qilib ko'rsataman. Hozir. Deydi endi u anaqam.
Hozir shunda. Xo'p, mana qarang. Ko'ryaptimi? Ko'ryapti, lekin juda. Aha. Normalni ko'ryaptimi endi? Ha, normalniy bo'ldi. Xo'p, qarang. Endi bu bizning har xil fakultetlarimiz bor. Tak. Gulnoz opa shu yerda ekansiz. Eshiting, mana как раз sizga ham kerak bo'ladi bu narsa. Boya so'ragan narsangiz edi bu. Xo'p. Так вот. Har xil fakultetlarimiz bor bizda. Fakultet analitiki, analiz, monetizatsiya, upakovka, dekompozitsiya fakulteti, produkt fakulteti, mana bu yerda biza aytamadim. Keyingi уровеньga o'sish uchun sizga o'sha konsepsiyangizdan kelib chiqib bu narsa paydo bo'ladi. FBF varonka bor misol uchun. Lead magnitli produkt bor, misol uchun MLM bor, CLM bor, SLM bor. Starter produktlar bor, tripwire, one time offer и front-end produktlar bor, flagman produktlar bor, profit maksimizatorlar bor misol uchun. Upsell, downsell, upsell high dollar offer degan narsa bor, который добавочный прибыль olib keladigan narsa. Slack adjuster produktlar bor, который самый премиальный продукт lineyki, u ochuvchasiga sotilmaydi. Xullas, mana shunaqa anaqalari bor. И mana varonkalar fakulteti. Qanaqa varonkalar bor deganda, men sizga hozir faqatgina VSL varonkani tushuntirdim-ku, lekin bundan tashqari yana shuncha varonkalar bor-da. Ishlatish mumkin bo'lgan sizning holatingizda. Premialniy produktlar uchun o'zining varonkasi bor. Flagmanskiy produktlarning o'zining varonkasi bo'ladi. Ochuv varonkalar bo'ladi, yopiq varonkalar bo'ladi. Storieslar orqali varonkalar bo'ladi. Oldin siz ishlatgan anaqangiz, konsepsiyangiz. Pulli master-klasslar bo'ladi. Такой qo'shimcha front-end produkt-da bu. Efirlik razbor orqali varonkalar qilsangiz bo'ladi. Baza bilan samarali ishlash, webinar avtowebinar, marafon avtomarafon, evergreen, front-end, VSL, PLF, doimiy varonkalarning pautinasi bor. Reels varonkalar, organic traffic varonkasi, многоуровневая varonka, bir nechta уровеньli varonkalar, etapli varonkalar, kaskadniy model bor, lead magnitli varonkalar bor, direct varonkalar bor, avtoplata to'lovlari bor, FBF, ya'ni varonkadan oldingi varonkalar bor. Keyin trafik bilan normalni ishlashni o'rganib olishingiz kerak. Siz trafik yoqib o'tirmangda, normalni konkretni ishlashni biladigan trafik menejerga berishingiz kerak bo'ladi bu narsani, chunki ertaga men sizga $500 mayli, uni o'zingiz yo'q qilib ishlatsangiz bo'ladi, lekin men sizga ertaga davay targetga 3000 ishlatishingiz kerak shu oy desam, ishlata olasizmi o'zingiz? Скорее всего, sliv qilib yuborasiz. Katta ehtimol bilan. Qanchalik ko'p byudjet oshirsa, shunchalik ko'proq aql ishlatiladi anaqalarda. В целом-da, qanchalik ko'p расход bo'lsa, shunchalik aql ishlashni boshlaydi. Mayda расход bo'lsa, unda mayli, nima $500 deb yuborasiz-da, misol uchun. $5000 расход qilishingiz kerak trafik desam, bo'lib qolishi mumkin-da odam. 5000, qo'y undan ko'ra 500 ishlatib qoling deydi. Yo'q, 5000 ishlatish kerak. O'sish xohlasam, davay. U bittada bo'lib qolmaydi-da, tushunasizmi? Bittada 10 barobar ko'p xarajat qilmaydi. U proses doim o'sib boraveradigan narsa. O'shaning uchun katta pulni men xarajat qilishni, sarflashni tarafdor emasman. Doimiy oshirib borishni tarafdoriman ko'proq. O'shanda har bitta tikilayotgan 1 tiyingacha siz o'sha hisob kitobini qilib, necha pul chiqarib olishingizgacha bilib olsangiz bo'ladi. Prognoz qilib olsangiz bo'ladi. Bu o'sha finansga taqaladi. Bizda mana moliya fakulteti bor. U yerda har xil ko'rsatkichlar bor-da. LTV, ARPU, ROMI, CPL, CPO, CAC, unit ekonomika, PNL, cash flow, финансовая модель, активlar, investitsiya strategiyalari и так далее. Управление fakulteti bor, komanda, marketing komanda, produkt komanda, sotuv komanda,
финансовая komanda и так далее. Sotuv qanaqa shakllantirish kerak? Mana sizda hozirgi holatingizda sotuv modeli одноуровневая model desa bo'ladi. Infuzoriya tapochka deyman bu narsani. O'zi infuzoriya tufilka degan bakteriya bor, agar bilsangiz, такой oddiy bakteriya, bitta anaqasi bor, elementi bor uni. Bu yerda ham sizning sotuv modelingiz ham oddiy modelda, hech bo'lmasa bitta o'zingizsiz bu yerda. Keyin одноуровневая model с ассистентом degan narsa bor уже. Уже sizga assistent kerak bo'ladi. Уже sotuvlaringizni oshiryapsiz, уже konsepsiyalar o'zgaryapti, sizda уже modelingiz shakllanyapti, уровень oshyapti-yu, o'shandan keyin уже katta bolalarning уровениga chiqsa bo'ladi. Уже bu yerda boshqa sotuv modellarini ishlatsa bo'ladi-da, misol uchun Lidorov plus Closer misol uchun или hunterlar отдельно, или konveyerga qo'yib yuborsangiz bo'ladi, yoki yana nimadir и так далее. No, ungacha hali ancha bor. Tak что boshingizni qotirmasangiz ham bo'ladi ungacha. Вот. Kontent temalari bo'ladi. Progrev, kontent, analitika. O'zi meni qonimda matematika qoni bor-da. Men hisob kitobda raqamlarni ko'rmasam qaramayman. Iloji boricha menga kelayotgan odamlar ham shunaqa bo'ladi. Sifraga prosta qarab turib, o'zi anaqa sразу bilib oladi. Raqamga qarab keyin nima bo'lishini, prognoz qilishi, byudjet tuzishi и так далее. Marketingoviy ko'rsatkichlar bor, finansoviy ko'rsatkichlar bor, produktoviy ko'rsatkichlar bor и так далее. RNP отчет degan narsalar bo'ladi. Xullas, это все, что уже keyingi уровень oshaveradi-yu, уже qo'shimcha narsalar kirib ketaveradi bu-yoqqa. No, bu narsa sizga kerakmi desa, mana shu yerdan bir bilmadim. 80%, 70% narsa sizga paka kerak emas, paka voqli. No, bu narsani keyinchalik ishlatsa bo'ladimi desa, bo'ladi, ishlatish kerak. Вот. No, просто savolingizga javob beraman. Faqat VSL varonka ishlatamanmi desa, paka ishlatib ko'ring shuni. Hozir shunisini o'zi ham yo'q. Hop bittada 10 ta varonka yasagandan ko'ra, bitta varonkani zo'r yasab turib, uni samaradorligini oshirib, har bitta konversiyalarini to'g'rilab, galka boltlarini chuqurroq qilib, qotirib, mexanizmni zo'r yo'lga qo'yib yuborib, keyin уже bemalol byudjet tiksangiz bo'ladi. Tufta mexanizmga byudjet tiksa, men bu narsani bilasizmi, qanaqa tasavvur qilaman? Sizni motoringiz misol uchun Jiguli-da, lekin siz unga 100 talik benzin quyasiz. Bistolk-da. To'g'ri. Agarda sizda normalniy anaqa bo'lsa, bir 2 turbali dvigatel bo'lsa, o'shanda stoyt. No, lekin sizda hali unaqa dvigatel emas. Da. U dvigatelga hali chiqish kerak. U uchun motoringizni, korobkangizni rost almashtirib, to'g'irlab urishingiz kerak bo'ladi-da. Yaxshi mutaxassis borish kerak. Da. A uni постепенно qilaverasiz. Oldin 10 ta odam chiqarasiz, keyin уже 15 ta, 20 ta, 30 ta, tak ketaverib ko'proq odam chiqarish boshlaysiz. Lekin sizni keysingizda massовый produkt запрещено. Mumkin emas sizga hali massовый produkt chiqarish. Chunki rasfokus bo'ladi. Reputatsiyaga ta'sir qiladi. Arzon narxda ko'proq sotish bu sizga yutadigan выигрышный pozitsiya bermaydi. Faqat yutqizasiz. Nimaga? Chunki siz объемga ketib qolasiz. Sifatga ketib qolmaysiz. Siz efficiencyni yo'qotasiz. Samaradorligingiz tushib ketadi. Tushundingizmi? O'shaning uchun $500 dan 10 ta odam yig'ing boshida. Keyin уже narxini oshiringda, keyin yana o'sha 10 ta odam yig'ing, 15 ta odam yig'ing, 20 ta odam yig'ing. No, ko'p yig'mang. Даже sizda potensial bo'lsa ham ko'proq yig'ishga yig'mang. Chunki ularga mehron berish kerak hali. Ularga rezultat berish kerak. Ulardan feedback olishingiz kerak hali. Daska почётida turish kerak bu odamlar sizda hali. O'shanda keyingi уровеньlarda уже komandani ham shakllantirasiz. Produkt komandasi bor bizda mana. Mana qaniydi? Mana produkt komandasi. Produkt komandasi nima? Produkt komandasi siz ham produktingiz normalniy o'tishi. Sifati tushib ketmaslik. Bormi shunaqa odam sizga yordam bera oladigan produktingiz sifati tushib ketmaslikka? Yo'q unaqa odam. U odamni o'stirishingiz kerak faqat. Поэтому bu proses noto'g'ri, bu proses to'g'ri bo'ladi, ko'pchilik noto'g'ri qiladi. Bittada katta zapus qilishga harakat qiladi-yu, bittada даже zapus emas, просто sotuv. Bittada ko'proq sotuv qilishni xohlaydi-yu, bu noto'g'ri, bu yutqizadi bunaqa, to'kiladi odam bunaqada. Boshimdan o'tgan narsani aytolmaslik.
Hozir bizda ikkita konkurent borda, ikkovsi ham Hop. vebinar qilib sotuv qilyapti. Aytganingizdek 10 mingtadan odam oshiq Telegram kanaliga olib kiryapti, lekin mingtaga bormayapti o'tirgan odam vebinarda. 400 ta, 700 ta, rasa borsa 700 ta o'tiryapti. Endi sotuv qanaqa bo'lyapti bilmayman. Sotuvlarni so'rasangiz yig'lab o'tirgan bo'lishadi. Tinmasdan vebinar qilyapti, lekin bir oyda 2 marta ham qilyapti-da o'zi. Shunaqa qilmang-da. Siz samaraliroq ishlashingiz kerak bo'ladigan ko'ra, tushunasizmi? Ularning aqli faqat vebinarga yetdi. Vebinargacha yetdi. Lekin boshqa narsalar borligini hali bilmasligi bu sizni plyusingiz. Bu sizni konkurentniy преимуществоingiz. Ладно, produktga qo'shiling, o'shanda o'rganib olasiz hammasini. Xudo xolisa. Bitta savol bor. Xo'p. Bizni asosiy auditoriya uyda o'tirgan ayollar qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lgan insonlarda endi. Xo'p, deb o'ylayapsiz, xo'p. Deb o'ylab shunaqa bo'lyapti. Bu narxni ko'tarammi degan savol tug'ildi. $500. Chunki siz изначально segmentlarni noto'g'ri tanladingiz. Tushunasizmi? Siz изначально жертва segmentiga yopishyapsiz. Boshingizga urasizmi bekorchi ayollarni? Yo'qmi boshqa segmentlar? Bo'lsa kerak bilmadim endi. Siz o'zingiz jертва bechara auditoriyaga yopishyapsiz. O'shaning uchun ham narxingiz tushib ketyapti. O'shaning uchun ham sotuv bo'lmayapti. Chunki sizni berayotgan messenjlaringiz, berayotgan progrefflaringiz, sotayotgan triggerlaringiz o'sha bechara auditoriyaga tegishli-da, tushunasizmi? 100%. Bilaman. 100%ligini. O'shaning uchun aytib turibman-da. Bo'ldi, segmentlarni o'zgartirib yuboring vashi. Eng ko'pchilik qiladigan xatosi kimga sotishni bilmaydi. Shunaqa xato bizda ham shu. U noto'g'ri. Qanaqa segment tanlasam bo'ladi? Как minimum anaqa tanlang. Bu narsani asosiy dohod emas, qo'shimcha qilish mumkin bo'lgan yo'lini topsangiz, o'shanda anaqa qilasiz-da. O'sha ishi bor bo'lgan auditoriya bu faqatgina o'ziga qo'shimcha hobbi sifatida agar bu narsaga anaqa qilishsa, o'shanda bechara segmentga kelmaydi-da. Hatto qo'lda ishi bor, qanaqa daromadi bor odamlar nimadir ketgan joy bo'lishi kerak-ku. Tushunarli. Biz shu boshda xato qilgan ekanmiz-da. O'shancha sotuvlarimiz konversiyasi past bo'lgan, pul yo'q bo'lganda o'qigingiz kelgan, pul yo'q bo'lgan. Shunaqa, o'zingiz shunaqa auditoriyaga tortgansiz-da, tushunasizmi? Bu yerda muammo instrumentda emas. Instrumentda ham, voronkada ham emas muammo. Muammo strategiyada. Strategiyani o'zi noto'g'ri ketgan. Noto'g'ri tomonga qarab bosgansizlar sizlar ham. Yanicharlar olg'a deb. Konsepsiya noto'g'ri bo'lgan. Okay, savolingizga javob oldingizmi? Rahmat. Paydo bo'ldimi lampochka? Nima qilish kerak? Lampochka yondan yozib oldim bitta narsalarni. Okay. Bergan bilimlaringiz rozi bo'lasiz. Xursand bo'ldim. Rahmat, salomat bo'ling. Xudo xolasa. Xo'p. Aloqalarimizga katta rahmat. Bo'ldi. Xo'p, joningiz sog' bo'lsin.